Hurmatli ipi xodimi, shunda mashinani shu kichkina bola boshqarib keldimi hozir? Center avtomobilni? Boshqarib kelibdi og'am. Mumkinmi shu avtotransport avariya bo'lib ketdi. Niçin başkarıyorsunuz? Kim verdi sizge? Atanız verdi mi? Dedeniz? Kaç çıkılasınız? 6 çıkılasınız mı? Atanız başkarıyorsunuz. Maşında... Kim balası bu? Ne atılma? Suza siva katırıyorlar da okuydu. Kimning? Ata-oğlanın balasiga elektrik. Hurmatli ipi xodimi, shunda mashinani shu kichkina bola boshqarib keldimi hozir? Center avtomobilni? Boshqarib kelibdi og'am. Mumkinmi shu avtotransport avariya bo'lib ketdi. Akasini azimotidami? Akasini nomeri bor. Kilitni bering. Yok verme. Evakuator chaqirlar. Yok birinchi gapirasiz. Urgan necha nomeri? Niçin boshqarasiz? Kim berdi sizga? Atangiz berdimi? Dadangiz? Kim ko'rmas ekanini bilasizku. Voyaga yetgandan keyin haydachilik guvohnomasini olgandan keyin boshqarasiz. Tegishtiribdi, ma'muriy bayonnoma tuziladi. Chaqir. Ha, gaplashib berasizmi? Mana. Center katta bolalarni mashinani kichkina bolalar boshqarib boshladimi shunda? Kelsa, ne desa? Shundaymi? Kelaver. Katta bolalar mashinani kichkina bolalar haydab ko'rgan-ku, to'g'rimi? Bo'ldi endi katta bolalar haydab trenddan tushirdi-da buni. Kichkina bolalar haydaydi endi. Qayerga yubordi sizni? Az gelelim. Ha? Aytan az gelelim. İkinci kısım bo'lgan. Ma'muriy bayonnoma tuzildi. Boshqarish bo'lgan shaxsga boshqarish topshirgani uchun. Topshirgan uchun? Topshirgani uchun. Men topshirdim. Sizin bolam? Havo. Kim berdi? Siz bermadingiz? Bergan gördüysen ya vermemiş. Siz bergan bo'lib hisoblanasiz. Shu balans bo'lsa javob Mashin mey deganda. O men ya qo'limdan meyda deymiz ku. Balaqın. Ha bala bu. Tiltini olib qo'ysangiz, bergatib bermasangiz hayday olmaydi. Pul uyda 2-3 pul turib. Shu bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzildi. Yaxshi bergan demang, u bergan demang. Modda bo'yicha. Ha bo'ldi, mashin ne deganligi bo'yicha. Boshqa qarang, mana bir ogohlantirsa bo'lmaymi? Podpis qo'yib bering. Podpis Atasini chaqirib ogohlantirib bo'lmaymi birinchi marta? Ha bo'ldi. Atasi geldi. Bo'ldi, atasi yanına o'tiring, balani mindiring. Ogohlantirib bo'lmaymi? Ya, ogohlantirib, qalay ogohlantiradi? Yo'q, misol deyman-da, bir musulmon. Oldu yaxshi.